Assalomu alaykum hammaga. Mani o'g'lim Abdullayev Alisher 6-sinfda o'qiydi. Shu sensorikaga, kompyuterga, informatikaga qiziqqanligi uchun olib kelgan edim. Boshlang'ich kursini tugatdi o'g'lim. Juda ham yaxshi, xursand ham. Bilmagan narsalarni hammasini o'rgandi. Har kuni, har darsdan keyin bir yangilik o'rganib ketadi. Uyga borib to'lib toshib hamma narsani gapirib beradi menga. O'zi nimalarni kompyuterda dasturlab, nimalarni yaratib ko'rsatadi. Xullas, kechgacha shu kompyuterda o'tirib nimalarni yaratishga harakat qiladi. Hozir sensorikadagi ustozlarga ham katta rahmat. Hammasi juda ham malakali, o'zini ishini ustasi. Juda ham xursand, osonlikqa bir joyga borib bir narsani o'rganadigan bola emas edi. Bo'yin egadigan bola emas edi, lekin shu yerga kelib qiziqib har kuni keladi. Hozir bir kursini bitirdi, sertifikat oldi. Motivatsiya bo'ldi unga, shunga xursandligidan hozir ikkinchi frontend degan nimasiga ham qo'ydik. Xudo xohlasa hamma bilmagan narsalarni, kurslarini o'rganib, men xursandman. Barcha sensorika ustozlariga kattadan katta rahmat. Ishlardan charchash maqsad.